Assalomu alaykum hammaga. Qozog'istondan bemorimiz 3 yil oldin kelganlar va 3 yildan keyin profilaktika kelganlar. O'zgarishlar hozir emirtini ko'rsatgan holatda sizlar bilan bo'lishamiz. Video oxirigacha ko'ring. Osilishlarni ham kuzatamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tinchmisiz? Zo'rmisiz? Gap yo'q. Akam 3 yil oldin keluvdi-da, 3 yil oldin kelganlar. Birinchi necha millimetr edi kelgansiz? 7 millimetr. 7 millimetr bilan kelganlar. O'sha emirtisi hozir qo'limizda turibdi. Eskisi 2022-yilda 7 millimetr disk uchirasi bilan kelganlar. Aka, o'shanda esimda bor. Og'ir narsalar umuman ko'tarmay, trenirovkalar qilmaysiz degan edi. 3-4 ta joylarga borgansizlar. Akam o'shanda ham videoga chiqqanlar. Undan keyin bizda 3 kurs oldingizmi? 3 kurs oldim. 3 kurs oldingiz yoz oylarida. Keyin ketib trenirovkalarni boshladingiz. Akamni 180 kilolab tosh ko'targanlari bor edi adashmasam. 120 midi, 180 midi. 120 kilolab tosh ko'targanlari bor edi. Qiyin bo'lmaganmi? Yo'q. Hozirgi kunda ham narsalar ko'tara olasiz bemalol. Trenirovkalarni qilyapsiz. Tosh ko'tarish mumkin ekanmi? Shuni o'shanda ham aytib beruvdingiz. Yana aytib bering. Grejiga. Tosh ko'tarishga mumkin. Именно o'sha zo'qligidan keyin men zalga borib, maksimalniy vес приседание 150 kilogramm bo'ldi. 150 приседание 150 yelkaga qo'yib olib o'tirib turish. Вообще katta natija 3 qop un degan. So'sin bunda biriyu yo'q. Mana endi shuni aytmoqchi edik. Mana o'zlari ham ko'ribdilar. Tepadagi bitta 2,5 mm grejamiz yo'q bo'lgan bu yoqda. Soni kamaygan, ya'ni 4 ta. Qolganlari ham kichraygan millimetrlari va oxirgisi 7 5 mm bo'lgan. O'zim buni ko'rib chiqdingiz. Hozir profilaktikaga yana kichraytiraman deb kelganlar. Muolajalar o'zingizlar kuzatishingiz mumkin. Tavsiya qilasizmi? Kelinlar zo'qliginga mosh emas. Gap yo'q. Mashqlar trenirovkalari обязательно qilish kerak. Mana bellariga 150 kilolar tosh ko'targanimdan Nagorskka tushmay cho'tki yuribdilar. Zal qilmasa kerak bo'ladi. 3 yil yurishini ham sababi trenirovka ishlagani uchun. Agar trenirovka ishlamasangiz yana og'rirdi. Shuning uchun har doim trenirovkani to'xtatmaymiz. Harakat biza bergandek piyoda yurish, veli hammasini qilamiz. Biza bo'lsa muolajalari boshqa. Hozir akamni qizdirish jarayonlari har doimgidek biz birinchi qizdirib olamiz tanani. Qizdirib olganimizdan keyin cho'zilish yaxshi bo'ladi. Shuning uchun avval qizdirish, keyin cho'zilish. Umurtqa pog'onasida ko'p holatlarda disk uchirasi oqib chiqqandan keyin dori-ukol tabletkalarni tuzatishadi. Do'stlar, dori-ukol qilganingizda ezilib turgan disk uchirasi cho'zilib joyiga qaytib qolmaydi. Dori-ukol qo'li yo'q, kirib borib umurtqani cho'zib joyiga qaytaradigan. Bizda bo'lsa hech qanaqa tabletka dori-ukolsiz millionlab tabletkalar qilib oshqozonlaringizni ketkizib o'tirmaysiz. Aynan qirsillatish, barmoqdan osish juda ham oson usul va effektli usul. Bizda og'riq minglab bemorlarimizning videolarini qo'yganmiz. Nima uchun qo'yib yuborgan? O'sha disk uchirasi kichrayib, nerv qo'yib yuborgani uchun og'riq yo'q. Agar grija kichraymasa, bizda og'riq qoldiruvchi tabletka ukol yo'q-ku. Og'riq qolmasdi hech qaysi bemorimizda. Shuning uchun og'riq yo'q bo'lib ketganining sababi grija kichrayganidan bo'ladi. Agar siz ham disk uchirangizni haqiqatdan ham kichraytirmoqchi bo'lsangiz, kelib o'zingizda qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Avval qizdirib olamiz, keyin bo'lsa barmoqdan osamiz. Endi yonboshlab olasiz menga. Birinchi manual terapiya jarayonlari bo'ladi. Manual terapiyadan keyin barmoqdan osamiz. Akamizni bo'sh qo'yib berasiz. Xo'p. Ikkinchi tarafga. Shunaqa paytda umurtqa pog'oni buralganda yumshaydi va cho'zilish oson bo'ladi. Bo'sh. Xo'p. Osmonga qarab olamiz. Qo'llarni tortamiz, oyoqlarni boylaymiz. Keyin bo'lsa osilish jarayonlari. 3 5 bo'sh. Umurtqa pog'onamizda demak do'sti, yumshash bo'lgan sari cho'zilish yaxshi bo'ladi. Biz mana qo'llarimizni tortish ham sababi qo'llarimizga bo'ynimizdan nervlar tarqalgan. Agar biz qo'llarni tortganimizda bo'yin nervlarimiz ham bo'shashadigan bo'lsa, umurtqa pog'onamiz ham qiziydi va imkon qadar butun umurtqa pog'onasi cho'zilishi yaxshi bo'ladi. Hozir osilganlarida bo'sh. Hoppa. Veslari pastga tushgani sari umurtqa pog'onasining hammasi cho'ziladi. O'zingizlar osilishni kuzatishingiz mumkin. Akamizni osilishlarini boshlaymiz. Bismillah, Alloh shifosini bersin. Akamizga nechta urvar aka? Bo'ldi gap yo'q.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ta zarba ko'rdinglar, hamma demak 3 ta 4 turdirsa, akam 15 turdirdilar. O'rganib qolganlar mana. Do'stlar 15 tadan keyin videoni uzmaymiz. Bemalol o'zlari taassurotda aytib berishlari mumkin. O'zi 3 ta eng minimal barmoq og'rimaydigan, lekin 3 tadan ko'p ham urdirsa hech qanaqa ziyoni yo'q. Aka, barmoq og'rimadimi? Barмак чуть-чуть неприятно, а так здесь приятно. Четкий bo'lib turdi. Belga cho'zilishi seziladi. Ha. Gap yo'q. Endi aka, xudo xolisa yana mashqlarni davom ettirasiz. Trenirovkalar qilsa bo'ladi, bemalol hammasini joyiga qo'yasiz. Yana qanaqadir mabodo muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, katta rahmat. Akam shunchalik ishonganlardan o'zlarini tanishlarini ham bizga olib kelibdilar. Bu ishonch uchun akamga katta rahmat aytaman. Joni sog' bo'lsin, rahmat. Xonaga kirib yotaverasiz. Ovqatlanish, yotoq muolaja hammasi ichida. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib tashrif buyurishingiz mumkin. Sog' bo'ling.